Shayton Firavunni qarorgohiga kelib darvozani taqillatibdi. Shunda Firavun aytdiki, kim u orqada turgan, tashqarida turgan kim deb baqiribdi. Shunda shayton aytdiki, xudolik davosini qilasan-u, darvozani ortida kim turganligini bilmaysan deb shayton Firavunning oldiga kiribdi. Ikkalalari gaplashib o'tirgan vaqtlarida Firavun aytibdi: "Ey shayton, sen odamga sajda qilmasdan la'natlanding, toshbo'ron qilinding. Men esa xudolik davosini qilib la'natlandim. Ikkalamizdan ham badbaxtroq odam bormikin dunyoda?" degan savolni berganida shayton ishonch bilan aytgan ekanki, sandan ham mandan ham battar odam bor. Firavun so'radiki, agar bo'lsa kim ular? Qanday gunoh qilgan bandalar ular? So'raganda shayton aytdiki, bitta ota-onadan tug'ilib bir-biri bilan gaplashmay yurgan aka-ukalar sandan ham mandan ham yomon, sandan ham mandan ham battarroq deb shayton mana shunday deb javob bergan ekan. Azizlar, Firavun xudolik davosini qilgan. Men xudoman degan. Odamlarni o'ziga sajda qildirtirgan. Shayton la'natlangan. Har ikkalasidan bu qolishlikdan Alloh panoh bersin. Akangizni hurmatini joyiga qo'ying. Ukangiz xato qilgan bo'lsa kechiring. Singlingizni xabar oling. Opangizni xabar olib, ularning qalbiga xursandchilik solib turing. Shundagina sila rahimni bog'lasiz, umringiz uzoq bo'ladi, rizqingiz ulug' bo'ladi. Siz singlingizni, opangizni xabar olgani borganingizda tikilib qarangda, onangizni siymosi, onangizni hidi kelib turadi. Bundan ortiq mukofot bo'lmasa kerak. Shuning uchun sila rahimni bog'laganlarga Xudo bog'lanib turadi, uzganlardan Alloh uziladi. Hamisha sila rahimni bog'lashlik